Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Super daromad kanali va bugungi videolarimizdә ajoyib bitta sayt orqali sarmoyasiz PP kripto valyutasini ishlaydigan ajoyib bitta saytni ko'rib chiqamiz. Albatta ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytimiz esa albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi va Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalda yangi chiqoylar to'lovdagi saytlardan pul yechsa, men Telegram kanaliga tashlab boraman, ya'ni qaysi saytlar, qaysi botlar to'lovda ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va mana bu avvalgi videomizdagi botdan pul chiqarishga qo'ygan edik. O'sha botdagi pulimiz yetib keldi. Bemalol bu botimizni ham shu avvalgi videomizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, endi men va Telegram kanalda ham konkurs qilib bormoqdaman. Hozir ham bitta konkurs tashlagandim. Bemalol kirib konkursda qatnashib qo'yinglar. Do'stlar, endi men hozir har bitta videomizda o'tkazib kelayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu videoga bitta like bosgan bo'lishi kerak, kommentariy yozish kerak va kanalga obuna bo'lgan bo'lishi kerak. Endi biz mana bu avvalgi videomizni havolasini nusxalaymiz va endi men hozir random saytga o'tib olaman. Va do'stlar, random saytga o'tib oldik. Endi bu yerga avvalgi videomizni silkasini joylaymiz va bu yerdan fetch tugmasini bosib, bu yerdan continue tugmasini bossak, bizga qancha kommentariy kelgani yoziladi. Ko'rishgan uchun 18 ta kommentariy kelgan ekan. Endi bu yerdan pika winner tugmasini bosamiz. Shu Abdurahmon Tonidinov degan obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz shu rolikimizni ko'rayotgan bo'lsa, menga Telegram orqali aloqaga chiqing. Telegram lichkamda esa men Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir saytga o'tib olaman va sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Va mana do'stlar, men saytga ham o'tib oldik va bu saytimizda aytib o'tgandek PP kripto valyutasini ishlashga mumkin bo'ladi. Endi bu yerdan qanday qilib saytlar ro'yxatga o'tamiz desanglar, bu yerda ushlatish stilchani bosasizlar, ya'ni bu yerda mana bu stilkachani bosasizlar, keyin bu yerda sizlarga sign in tugmasi chiqdi. Do'stlar, bu yerdan mana bu get started tugmasini bosasizlar va sizlarga ro'yxatga o'tish oynasi ochiladi. Bu yerga birinchi qatorga username, ikkinchi qatorga email, uchinchi va to'rtinchi qatorlarga bir xil bo'lgan parollarni yozib, bu yerdan mana bu galchkani bosib, keyin mana bu yerda mana bu kapchasini yechib, bu yerda galchka qo'yib san'at tugmasini bossanglar, sizlar saytda ro'yxatga o'tgan bo'lasizlar. Men hozir o'zim profilimga kirib olaman. Va mana do'stlar, men o'zimning profilimga ham kirib oldik. Ko'rishgan kun bu yerda PP kripto valyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi qanday qilib bu saytda pul ishlaymiz desanglar, bu yerdan chap tugmasidagi uchta stilchani bosamiz. Birinchi bo'lim, ya'ni ikkinchi bo'lim bu withdraw bo'limi, ya'ni bu yerdan pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan FaucetPay ga pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi va pullarimiz avtomatik to'lab beriladi. PP da yoki Bitcoin da va Ethereum, XRP va Tron, Dogecoin, keyin mana bu yerdagi Tron wallet, Tron coinda ham chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin Litecoin, BNB va boshqa kripto valyutalar ham bor. Keyin bu yerda yana S-Wallet, ya'ni adashmasam bunaqa wallet ham bor ekan, buni bilmas ekanman men. Keyin bu yerda referral bo'lim bor, ya'ni referans ekamiz olib do'stlarimizga tarqatamiz va do'stlarimiz kelib ishlay boshlasa, bizga ham 30% darhol kelib turadi ishlaganidan do'stimizning. Keyin bu yerda daily challenge, ya'ni bu yerda o'zining qanchadir vazifalari bor, o'sha vazifalarni bajarib ham bu yerdan biz PP kriptosini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Keyin yana kupon kodi, ya'ni bu yerda biz Telegram kanaliga o'tib kupon kodini mana bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Telegram kanalida topishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda mana bu manual faucet, ya'ni biz bu yerda hozir ham buni bilmas ekanman. Hozir shu kapchasidan o'tib olaylik. Bu yerda ham qanchadir vazifalarni bajarib, bu yerda mana claim tugmasini bossak, kapcha terishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerda kapchasini so'rayapti. Bu yerda mana qaysi ketma-ket mana shu kapchani terib chiqasizlar va claim tugmasini bossanglar, balanslarga qo'shiladi. Keyin bu yerda PTZ adresi degan narsa bor. Inform, ya'ni bu yerda sizlar har 24 soatda yangilanib turadi. Bu yerda sizlarga adashmasam nima chiqadi, ya'ni 10 sekund, 15 sekund turganlarga 25-50 ta PP kripto valyutasini beradi. Keyin window bor. Bu yerda ko'rishgan mumkin, biz mana bu yerda mana bu bitta shu 20 sekund qanchadir vaqt turganimizga bizga PP kripto valyutasini beradi. Bu yerda ham masalan view add tugmasini bossanglar, o'zi nimaga o'tib ketadi, ya'ni o'sha saytga o'tadi va 10 sekund turishga kerak bo'ladi. va o'zi balanslarga avtomatik qo'shiladi. Masalan, hozirda 673 ta balansimda bor. Keyin Telegram adresi, ya'ni Telegram
o'tib ketasizlar va o'sha yerdan telegramlarda o'zi reklama ko'radi va sizlarga yana mana shu yerda 25 PP kriptosini beradi. Keyin bu yerda short linklarda bu yerda ko'proq beradi. Masalan, ko'rsatmak uchun bu yerda 5 reklama ko'ringlarga 250 ta PP kriptosini beradi. Keyin bu yerda yana overval bor, keyin bu ads bor, keyin deposit, telegram bot, o'zimizning settingimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, nastroykamizdan keyin do'stlar bilan bu yerda mana shu nastroykamizga o'tamiz va bu yerdan biz o'zimizning Faucet Pay yoki Faucet Pay yoki bu yerda S-Wallet deganni bilmas ekanman men. Agar bilsanglar o'zingizlarning S-Walletlarni shu nima so'raganda olib kelib qo'yishlar kerak bo'ladi. Masalan, bu yerga Faucet Pay masalan shu yerda ADD degan chiqib turadi. Shu Faucet Pay to'g'risida ADDni bosasizlar, keyin bu yerga o'zingizlarning shu Faucet Pay emailni yozasizlar va keyin almashtirishni bossanglar, sizlar shu ya'ni saqlashni bossanglar Faucet Pay emaillar saqlanadi. Keyin withdraft bo'limini bossa pullarni chiqarib olish mumkin bo'ladi. Keyin bu yerdan withdraftni bosamiz. Keyin Faucet Pay'ni bossak, bu yerda ko'rish mumkin. Endi qaysiga pul chiqarishimizni ko'rsatib qo'yibdi. Masalan, PP ni bossak, ustiga PP da chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Bitcoin da chiqarsa, Bitcoin da chiqishi mumkin bo'ladi. Masalan, hozir PP ni ustiga bosamiz va bu yerdan oxiriga tushsak, bu yerda mana shu kapchani teramizda, keyin bu yerdan withdraftni bossak, pullarimiz balansimizdan chiqib ketadi. Shu qancha PP bo'lsa ko'rish mumkin. Success уже pullarimiz hisobimizdan chiqib ketdi. 00 bo'lib qoldi, 653 ta edi. Endi bu yerga o'tsak ham ko'rish mumkin, PP kriptosini 653 tadan ko'proq PP kriptosi completed bo'ldi. Keyin undan oldin ham kecha ham chiqarganman, ya'ni 431 ta PP kriptosini chiqarib olganman. Ko'rish mumkin, bu yerda ham completed bo'lib turibdi. Endi hozir men Faucet Pay hisobimga kelib, shu pullar kelib tushganini ham ko'rsatib beraman. Do'stlar, men o'zimning Faucet Pay hamyonimga ham kirib oldik. Endi bu yerdan oxiriga tushsak, bu yerdan mana o'zimizning oxirgi balansimizga o'tsak, ko'rish mumkin, menda 1185 ta PP coin'i bo'ldi. Endi bu yerdan biz deposit withdraftni bossak, ya'ni bizga pullarimizni chiqarib beradi. Mana bu yerda hozir mana wallet, keyin istoriyasi bor. Bu yerda depozitga o'tsak, hozir bu yerda PP kelib tushganini ko'rsatmagan. Mana do'stlar, balansimizga kelib tushganini ko'rish mumkin bo'ladi. Hozirda 653 ta PP coin'i ko'rish mumkin kelib tushgani. Bu yerda balansimiz, o'zimizning PP balansimiz, keyin bu yerda mana kecha 431 ta va 653 ta kelib tushganini ko'rish mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, sayt 100% to'lovda. Bemalol kirib PP coin'ni yoki bu yerda Bitcoin yoki boshqa coin'larni ham chiqarib olish mumkin bo'ladi. Bemalol kirib sarmoyasiz yaxshigina pullar ishlab olish mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Agar shu saytdan tushunmagan yerlar bo'lsa, menga Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, tushunmagan joylarni tushuntirib beraman.